tanasida gemangiomiya paydo bo'lib qoladi. Og'riq nima qilmasa ham qolmaydi. Grija deb o'ylaydi. Grija bo'lmaydi bu. Vertebroplastika amaliyoti umurtqa pog'onasida kompression siniqlarda, ya'ni balandlikdan sakrab tushganda kompression siniq umurtqa pog'onasi tanasini kompression sinishi birinchi, ikkinchi darajalarida og'riqli sindrom bilan kelgan vaqtda vertebroplastik amaliyot o'tkaziladi. Bu amaliyot mahalliy og'riqsizlantirish ostida o'tkaziladi. Maxsus sementlar bor. Sement suyuqlikka aralashtirilgan vaqtda tashqarida shpritsda suyuq holatda bo'ladi. Igolka yordamida umurtqa pog'onasi tanasiga kiriladi va igolka yordamida jo'natiladi. U 15-20 minutdan so'ng o'sha jo'natilgan sement, suyuq holatdagi sement 100 gradusga ko'tariladi va o'sha joydagi nerv oxirlarini kuydirib, umurtqa pog'onasi tanasini mustahkamligini oshiradi va juda qattiq sementga aylanib qoladi. Va shu natijasida bemorlarda umurtqa pog'onasida og'riqlar qoladi va ikkilamchi keyinchalik cho'kishlarni oldini oladi. Vertebroplastika amaliyoti shunday iborat.